Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Yaqindan buyon ba'zi qarindoshlar bo'lib bak shu yangidan to'y qilgan, yangidan ota-ona bo'lgan ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, shu bovaqlarniki sog'lom o'sib yetilishi jihatda bir savatlarni so'zlab berishni talab qilgan edi. Yani ularning aytishicha, vatandagi ota-onasi bilan aloqalashamaslik sababidan o'zlarining yangi tug'ilgan bolalarniki sog'lom o'sib yetilayotgan, yetilmaganligi jihatda va yoki bo'lmasa duch kelgan ba'zi masalalar jihatda ota-onalarningki yordamiga erishamaganligi uchun qanday qilishni bilolmay qolganligi bu jihatda meningki zarur bo'lgan ba'zi savatlarni berishimni talab qilgan edi. Shu sababdan men shu qarindoshlarningki talabiga asosan va texmi ko'p yangi to'y qilgan, yangidan ota-ona bo'lgan ba'zi qarindoshlarga oz to'la foydasi bo'lib qolar degan maqsadda men bugun shu bovoqlarningki sog'lom o'sib yetilish jarayoni to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Men garchi bu jihatda alayda tecrübem bo'lmasimi yoki bo'lmasa mening qilayotgan kasbim bu bolalar bilan munosabatlik bo'lmasimi, lekin shu qarindoshlarniki talabiga asosan men bu jihatda ozroq izlanib tuvandagi qisqagina bir savatni tayyorladim. Hammanglarniki diqqat berib anglashinglarni, aningdan keyin agar buniki ahamiyati bor ekan deb qarasanglar, texmi ko'p qarindoshlarga tarqitib qo'yishinglarni umid qilaman. Hammamizga ma'lum, har qandaq bir jamiyatning taraqqiyoti shu jamiyatda yashayotgan insonlarning universal safosiga bog'liq. Jamiyatning kelgusi bolalarning sufatiga, ya'ni bolalarning aql farosati va sog'lom o'sib yetilishiga bog'liq. Bolalarning sufati ota-onalarga bog'liq. Har qandaq bir ota-ona aslida tajribalik tug'ilmaganligi uchun, ya'ni har qandaq ota-ona tunji qitim ota-ona bo'lgan vaqtida alohida tajribasi bo'lmaganligi uchun bolani tug'ib tarbiyalashda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Albatta, bir necha bolani tarbiyalab yetildirgandan keyin belgilik tajribaga ega bo'ldi, lekin u vaqtida oldin o'sib yetilib bo'lgan bolalarniki tarbiyalashida ketkizib qo'ygan fursatlarni qaytadan asliga keltirolmaydi. Shunlashqa bizga o'xshash shu ota-ona bo'lib bo'lgan yoki bo'lmasa belgilik bolalarni tarbiyalab cho'ng qilgan ota-onalarniki ustiga bu yoshlarga bu jihatda tushuncha berish vazifasi tushadi. Shunlashqami biz odatda shu ota-ona bo'lgan vaqtimizda ko'pincha ahvol ostida bizniki o'zimizning ota-onamizniki yordamiga muhtoj bo'lamiz, ulardan so'raymiz, ulardan o'rganamiz. Bo'libmi bak shu qiyinchilik ahvolga duch kelgan vaqtida oldi bilan ularning tajribalaridan o'rganishga, ulardan maslahat olishga tirishamiz. Afsus, bu yaqinqi 3-4 yildan buyon vatan sirtidagi ko'plagan qarindoshlarniki yurtdagi ota-onasi bilan aloqasi butunlay uzilganligi uchun bu jihatda belgilik qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lishi mumkin. Men tövanda shu o'zimniki izlanishiga asosan o'zim bu hammalarniki bilishiga tegishlik zarur bo'lgan nuqtada degan bir necha nuqtani qarindoshlarga sunmoqchi. Oldi bilan shu normal homila va yangi tug'ilgan bovoqniki ahvoli to'g'risida to'xtalib o'tmoqchi. Normal
hamile vaqti odatda 40 hafta bo'ladi. Biroq nurg'un ayollar o'zininki shu homila bo'lgan vaqtini aniq vaqtini bilmaganligi uchun bu bir taxminan, ya'ni shu ko'pincha ayollar hayz to'xtagandan keyin anandan keyin o'zining homila bo'lmaganligidan gumon qilishga boshlagan bo'lg'achqa bu homila vaqti normalda 40 hafta deb belgilangan bo'lsa-mu, lekin uning doirasi 38 haftadan 42 haftagacha hammasi normal bo'lgan bo'ldi. Ya'ni 38 haftadan tuvan bo'lmasa yoki 42 haftadan ishib ketmasa, shu 4 hafta ichidagi homilaniki hammasi normal homila bo'lgan bo'ldi. Ko'pincha ahvolda agar homila bo'lgan vaqt agar xato hisoblanib qolmasa 42 haftadan oshmaydi. Agar ishib ketish ahvoli bo'lgan vaqtida, u vaqtida doktorlar bu operatsiyani shu 42 hafta ichida bu homilani operatsiya qilish yoki sun'iy tug'dirish orqali 42 hafta ichida oxirlashtirishga tavsiya qiladi. Yaqında bir qarindishimiz mana o'ziniki homila bo'lgan vaqtiniki 40 hafta bo'lganligini, doktorlarning aytishicha, bu ishib ketsa bo'lmaydiganligini so'rab, qanday qilish kerakligini maslahat so'raganda, men uningga shu eng ko'p bo'lgan vaqtida 42 hafta, shunga 2 hafta ichida tug'alasangiz cho'ng masala bo'lmaydi deb maslahat berib qo'ydim. Ya'ni 38 hafta bilan 42 hafta ichidagi homila hammasi normal homila hisoblanadi. Hamda bu vaqt tug'ilgan vaqtidagi ig'irligi qanday bo'ldi degan vaqtida hozir shu butun dunyoda ilib berilgan statistikaga asoslangan vaqtida bu vaqt 3 kilodan 3,5 kilo oralig'ida tug'ildiganligi, ya'ni mutlaq ko'p sondagi bu vaqtlarniki mushu oraliq tug'ildiganligi, anandan keyin 2,5 kilodan 4,5 kilo oralig'ida tug'ilgan bolalarniki hammasiniki normal hisoblanadiganligi ma'lum. Bunda aytgan vaqtida o'rtacha hisob bilan 3 kilodan 3,5 kilo, anandan keyin eng tuvan bo'lgan vaqtida 2,5 kilo, eng ig'ir bo'lganda 4,5 kilo bo'lsa, bola normal hisoblanadi. Albatta, ba'zilari 2,5 kilodan tuvan, ba'zilari 4,5 kilodan yuqori bo'lishi mumkin. Bular hozirgi shu tibbiy o'lcham bo'yicha normal doiradan ishib ketgan bo'ladi. Endi tug'ilgan vaqtidagi bo'yning egizligiga kelsak, ko'pincha bu vaqtlar tug'ilgan vaqtida bo'yniki tuzlangan vaqtidagi egizligi taxminan 50 sm atrofida bo'lib, 45 sm bilan 60 sm orasidagi bu vaqtlarning hammasi normal bu vaqt hisoblanadi. Endi bu vaqtninki yoki bolaninki shu o'sib yetilish jarayonidagi normal ig'irligi qanday bo'ldi degan vaqtida, albatta bu tug'ilgan vaqtidagi ig'irligi bilan zich munosabatlik. Agar biz tug'ilgan vaqtidagi ig'irligini 3 kilogramm deb qarasak, u vaqtida bola 3 oylik bo'lgan vaqtida taxminan bolaning ig'irligi birasi o'sib 6 kilogramm bo'ladi. 6 oylik bo'lgan vaqtida 7,5 kilogramm bo'ldi. 9 oylik bo'lgan vaqtida 9 kilogramm, 1 yoshga kirgan vaqtida 10 kilogramm bo'ldi. Uningdan keyin shu 6 yoshga qadar har bir yilda taxminan 2 kilogramm atrofida ig'irligi ishib mangdi. Endi bu butunlay mutlaq son bo'lmasdan bir o'rtacha hisob bilan ilingan son, bu badan ig'irligininki normalda shu 15% ostin bo'lishi odatda normal hisoblanadi. Ya'ni men yuqorida ko'rsatilgan bu misoldan masalan 15% yuqori yoki tuvan bo'lsa asosan normal hisoblanadi. Andan keyin badan ig'irligi 20%
yuqori bo'lsa, shu o'rtacha sondan 20% yuqori bo'lsa, bola semiz bo'lgan bo'ldi. Badan eg'irligi 20% tuvan bo'lsa, u vaqtida o'riq bo'lgan bo'ldi. Shunga bu anaqa shu bolalarniki o'sib yetilishdiki badan eg'irliginiki normallikqa nisbatan faqatla bir foydalanish qimmati bor son bo'lib, biz shu orqali bolamizniki ozuqliq jihatdan normalmi, normal emasmi? Ya'ni yegan tomog'i yetarlikmi, yetarlik emasmi deganlarga baho beralaymiz. Hamda ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab bolalarniki faqat tomoq yegili unmaydiganligini aytib, ularniki o'zining andish qildiganligini degan edi. Albatta, bolaninki tomoq yemasligi haqiqatan odamni andishiga soladigan bir ish. Biroq anaqa ko'pincha hollarda biz bolaning tomoqning miqdorini o'zimizning o'lchim bo'yicha qilib olamiz. Shunglashqa balkim u bolalar tomoq yemagandek ko'rinishi mumkin. Amaliyotda bo'lsa bolalarning tomoq bo'lgan ehtiyoji o'zininki ahvoliga qarab bo'ladigan bo'lib, bu tomoqninki yetarlik yeyilgan, yeyilmaganligiga asosan shu bolaninki o'sib yetilishiga normallikqa asosan baho beradigan gap. Ya'ni bolaninki badan eg'irligi o'sib yetilishi normal bo'lsa, meningcha bola yegan tomoq yetarlik degan bo'ldi, ya'ni yetarlik bo'lgan bo'ldi. Shunga anaqa bolaninki o'sib yetilishniki normal emasligiga qaramay, faqat o'zimizningki kallasidagi bolaning tomoq miqdoriga qarab lakinza andish qilsak, meningcha u hajatsiz deb qarayman. Shunga bolaninki tomog'ining oz ko'pligiga baho berishda shu bolaninki o'sib yetilishi, ya'ni badan eg'irligi, bo'yning egizligi deganlarga asos qilsak, texmi to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Bolaninki normal bo'y egizligi, ya'ni o'sib yetilish jarayonidagi normallikqa baho berishda men yuqorida o'tgandagidek, birinchisi shu bolaninki badan eg'irliginiki normalligiga qaraydigan gap, ikkinchisi bolaninki o'sib yetilish egizliginiki normallikqa qaraydigan gap. Agar bola tug'ilgan vaqtida 50 santimetr bo'lsa, 3 oylik bo'lgan vaqtida 60 santimetr bo'ladi. 6 oylik bo'lganda 65 santimetr, 9 oylik bo'lganda 70 santimetr, 1 yoshga kirgan vaqtida 75 santimetr bo'ldi. Ani 2 yoshga kirgan vaqtida 85 santimetr, 3 yoshga kelganda 94 santimetr, 4 yoshga kelgan vaqtida 102 santimetr, 5 yoshga kirganda 109 santimetr, 6 yoshga 115 santimetr bo'ldi. Bu faqatla bir foydalanishga sunilgan o'ttir hisob bilan son, ya'ni ko'pincha bolalarga vakillik qiladigan. Albatta, u cho'qim shundoq bo'ldi, unda bo'lmasa normal bo'lmagan bo'ldi deganlik emas. Bo'yning egizligi mushu sonlardan 15% ustun bo'lsa, yanada normal hisoblanadi. Bo'y egizligi 20% yuqori bo'lsa, normaldan egiz bo'lgan bo'ldi. Bo'y egizligi 20% tuvan bo'lsa, shu sonlardan pakar bo'lgan bo'ldi. Pakar bo'lish, men yuqori deb o'tgan o'riq bo'lish, shu bolaninki ozuqligininki yetilmaganligi, ya'ni ozuqliq kam bo'lganligining ifodasi bo'lishi mumkin. Hamda agarda bola tomoqni yetarlik yegan bo'lsa-mu, biroq ig'irligi bak tuvan bo'lib, egizligi tuvan bo'lgan bo'lsa, u vaqtida bolaninki shu hazm qilish sistemasidan, ya'ni uchay yo'llarida masala bo'lganligi, ya'ni yegan tomoqni badan to'liq qabul qilmaganligi sababidan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundaq ahvol ostida cho'qim doktorga berib tekshirib chiqishga to'g'ri keldi.
Men yuqorida so'zlab o'tgandagidek, shu bovoqninki o'sib yetilishida, mayli uning badan eg'irligi bo'lsin, mayli uning bo'y egizligininki sog'lom, normal o'sib yetilishida bovoqninki oziqligi, ya'ni yemaklikka nihoyatda muhim. Bovoqninki yemaklikka yetarlik bo'lgan vaqtda, oziqligi sog'lom bo'lgan vaqtida biz bovoqninki normal o'sib yetilishiga kafolat qila olishimiz mumkin. Albatta, bovoqninki badan eg'irligi, bo'y egizligi degandagidek omillarga shu irsiy va tug'ma omilmi nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq bu tug'ma omil, irsiy omil bizning kontrolligimizda emas. Ya'ni biz ularni o'zgartirmaymiz. Shu sababdan men bu leksiyarimda u tug'ma omil, irsiy omillarga chetilmadim. Nimishqa degan vaqtida bu irsiy omil, tug'ma omil bizningki kontrolligimizda emas. Biz bola tug'ilib bo'lgandan keyin har qanday tirishsaqmi, irsiy omil, tug'ma omillarni biz o'zgartirmaymiz. Men faqatla shu bola tug'ilgandan keyin bizningki tirishchanligimiz orqali ta'sir ko'rsatadigan taraflardan to'xtalib o'tmoqchi. Undaqda bovoqning sog'lom o'sib yetilishida muhim bo'lgan oziqliq yemakliklar nimalardan iborat degan vaqtida bola tug'ilib 6 oy bo'lguncha ona sütü eng muhim. Yani bovoqning sog'lom o'sib yetilishida ona sütüning o'rnini ola oladigan hech qanday oziqliq yo'q. Mundaqcha aytgan vaqtida onaning sütü yolg'iz badanni oziqliq, ya'ni energiya bilan ta'minlab qolmasdan u mush bolaniki kasal bo'lmay, sog'lom o'sib yetilishda zo'r bo'lgan, nurg'unlagan shu kasalga qarshi immunitet kuchlar bilan ta'minlaydi. Shunga bola 6 oylik bo'lguncha ona sütü ni cho'qim uzmaslik kerak. Ona sütünü, ya'ni bolaniki asosliq oziqliq qilish bek muhim. Albatta bolaninki cho'ng bo'lishiga ergishib, bolaninki oziqliq bo'lgan ehtiyojimi ishib mağdı. Şuna köpünçe mutaxassislar 4 aydan boshlab ona sütini asos qilgan asosda boshqa oziqliq yemakliklarni qetishni tavsiya qildi. Ya'ni 4 aydan 6 oygacha zarur bo'lgan oziqliqlar, qetishga zarur bo'lgan oziqliqlar, ya'ni taq ko'ktat yoki taq yelimishdan yasalgan bulmaq, sharbat yoki suv 4 oylikdan 6 oygacha. Andan keyin 6 oydan 8 oylikgacha aralashma ko'ktat, ya'ni 4 oy deganda taq deganimizda bir xil. Masalan, banan bo'lsa banan yoki bo'lmasa ma'lum ko'ktat bo'lsa shu ko'ktat, aralashma emas, faqat taq. 6 oydan boshlab aralashma bir yoki bir necha xil ko'ktat, shu yelimishdan yasalgan bulmaq, murabba degandeklar. 8 oydan 10 oylik bo'lgan vaqtida har xil bulmaq, u vaqtida shu nimaga oziqliqlar balniki yemaklik qatadigan yemakliklarniki turlari biroz keng bo'lsin bo'ldi. Andan keyin 10 oydan 12 oylikchilik har xil bulmaq, qiyma qilingan yemakliklar bu vaqtida yaxshi pishirilgan go'sht yoki sho'rbalarni shu qassoqmi bo'ldi. 1 yoshdan keyin asosan shu yaxshi pishirilgan bola yemakliklar, normal yemakliklar, ya'ni biz nima yegan bo'lsak, shuni yaxshi bolaniki hazm qilishiga qolaylik qilib bolaga yugursak bo'ldi degan gap. Ya'ni 1 yoshdan burun bu oziqliqlarniki nimasi muvofiq tangshish nihoyatda muhim deb qarayman. Ba'zi qarindoshlar o'zininki bolasini hatto 2 yilgacha emitganligini o'tirib qo'yganlar bo'ldi. Endi bolaninki bu shu emitish jarayonida qanchalik emitish eng muhim degan vaqtida ko'pincha mutaxassislar birinchi tunji 3 oyning eng muhim ekanligi, shundaqdimi 6 oy
Cho'qim ana sütü bilan emitishninki zo'r ekanligi 6 oydan keyin ahvolga qarashga bo'ldiganligi 1 yildan oshirishniki hech qanday ahamiyat yo'q ekanligi. Ya'ni 6 oydan keyin ana sütini taq ozuqliq qilish bolaninki o'sib yetilishga yetarli bo'lmaydiganligi 6 oy bola ana sütü bilan emitmasimi 6 oydan keyin cho'qim boshqa ozuqliqlarni qetishniki zo'r ekanligi, anandan keyin 1 yildan keyin ana sütü bilan emitishninki jiq ahamiyati qolmaydiganligini o'tirib qo'yishmoqda. Shunga mening tavsiyalarim eng kam deganda 3 oy amal bo'lsa 6 oy emitish kerak. 1 yildan ortiq emitishninki hech qanday zaruriyati yo'q deb qarayman. Shunga yuqorida men deb o'tgan shu bolalarniki yishiga qarab ularniki ozuqliqni tengshash bolalarniki sog'lom o'sib yetilishda nihoyatda muhim. Bu yerda şu 1 yoshdan kichik buvaqliqlarniki yemakliklarini men faqatla bir tushunishga oson bo'lsin uchun bu rasmlarni ko'rsatdim. Hamda o'ngdan so'l tarafga qarab mansaq shu 4 oylikdan boshlab 6 oygacha bo'lgan nimada shu taq shu ko'ktat va taq yelimishdan yasalgan bulmoqlar 6 oydan 8 oygacha bo'lgan vaqtida aralashma bulmoqlar ana degan 9 oydan 10 oygachilik bunda izik pishirilgan yemaklik yoki bulmoq. Bu shu odatda butun dunyo miqyosida o'rtaq qabul qilingan 1 yoshdan tuvanki bolalarniki yemakligi hisoblanadi. Undaqda shu bovaqning sog'lom o'sib yetilishda muhim bo'lgan ozuqliq moddalar nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi kalsiy, ikkinchisi may kislotasi, ya'ni ARA, DHA degandagidek shu may kislotasi nihoyatda muhim. Andan keyin shu rad tartibi bo'yicha aytgan vaqtida vitamin B9, andan keyin temir, andan keyin oqsil va shakar, andan keyin sinik moddasi, andan keyin boshqa vitaminlar. Bu moddalarning hammasi shu buvaqniki o'sib yetilishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, masalan kalsiy, so'ngak va tishniki sog'lom bo'lishida bek muhim. Andan keyin bu may kislotasi, ya'ni ARA, DHA deganlar yolg'iz energiya ta'minlab qolmasdan balki miyaning yetilishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa teri va chochni sog'lom qiladi. Vitamin B9 bo'lsa hujayraning bo'linishini, ya'ni badanninki o'sib yetilishi va normal taraqqiyotida bek muhim rol o'ynaydi. Temir ko'pinchimiz bilamiz qon ishlashda kam bo'lsa bo'lmaydigan modda bo'lib, u yana miyaning yetilishida muhim rol o'ynaydi. Oqsil va shakar albatta badanning o'sib yetilishida zarur bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi. Sinik bo'lsa hujayraning ko'payishi va o'zini remont qilishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Albatta bu sinik biz bek ko'p ehtiyojli emas, lekin kam bo'lsa bo'lmaydigan modda. Endi boshqa vitaminlar degan vaqtida asosan vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K deganlarning hammasi bakla muhim. Endi bu moddalarni shu buvaqning sog'lom o'sib yetilishi uchun cho'qim buvaqqa yegizish kerakmi degan vaqtida undaq emas. Bu moddalarning hammasi degidek ona sütida yetarlik bor. Shunga ona sütini emitish orqali bolalarga bu muhim bo'lgan moddalarni ta'minlagili bo'ldi. Ya'ni bu moddalarni buvaqqa emas, ona, ya'ni bolani buvaqni emitayotgan ona iste'mol qilib bersa yoki mushu moddalar mo'l bo'lgan ozuqliq bilan ozuqlansa, u moddalar süt orqali bolaga yetib boradi degan gap. Endi men bu yerda nima uchun bularni ayrim o'tirib qo'yaman degan vaqtida har xil sabablar tufaylidan bolaga
ana sütü beremmaydigan, ya'ni ana sütü bilan boqolmaydigan ahvol bo'lgan vaqtida, ya'ni boshqa ozuqliqlar bilan beqishga majbur bo'lib qolgan ahvol ostida bu moddalarni shu ozuqliq bolaga yegizmoqchi bo'lgan yemaklikka qitish alayda muhim. Shunlashqa bolani ana sütü bilan Bakanmagan ahval astida balaninki sağlam ösüp yetilishiga ta'sir etadigan ahval shu sababdan, ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida balaninki yemeklikidagi bu moddalarni tangpunglashtirish biroz qiyin bo'lganligi uchun bala ona sütü bilan emas, boshqa modda yemekliklarni beqilgan vaqtida uncha sağlam yetilmasligi mümkün. Elbette hazır hem de şu məxsus balığa işlengen süt parçalarında şu maddelarni en yuqori derecede tampонlashtirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, lekin yanala uning ozuqlik qiymati ona sütiga yetmaydi. Hem de ahırda alayda ta'kidlab o'tadiganim shu 1 yoshdan burunqi bovaqqa amal ba kala sütü berishdan saqlanish kerak. Bu biz ko'pinchimiz o'tkazib kelayotgan bir o'rtaq xatolik, ya'ni bu kala sütida tömür, vitamin E, muhim bo'lgan may kislotasi kam yoki yo'q bo'lganligi uchun uzun muddat shu kala sütü bilan balını baqqan vaqtida 1 yoshdan tuvan balını baqqan vaqtida ba'zi ziyonli ahvollar kelib chiqishi mumkin. Undan boshqa kala sütida oqsil, natriy, fosfor ko'p bo'lganligi uchun ularni 1 yoshdan tuvan bolalarga bergan vaqtida ba'zi ziyonlarni yetkazishi mumkin. Shunga 1 yoshdan burunqi bovoqlarga amal ba kala sütü berishdan saqlanish kerak. Albatta, miyada bovoqlar uchun ishlangan shu formula, ya'ni süt parçaki bu kala sütüden alayda farqli bo'lib, shu kala sütüde shu nuqsonsizliklar o süt parçalarida bovoq ishlangan süt parçalarida tuzitilgan u ayrim hamda bu yerda o'tirib qo'yilgani faqatla shu sap kala sütü. Bevosita kaladan sig'ib chiqqan kala sütüni 1 yoshdan burunqi kichik bolalarga berish uncha yaxshi ish emas. Bu men oxirida alayda ta'kidlab o'tmoqchi bo'lgan bir nuqta. Hammanglarninki diqqat berishinglarni umid qilaman. Bugün sözlemoqchi bo'lgan bu savatni yoki qisqa bir leksiyani mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Agarda bu leksiyani yoki savatni nihoyatda muhimkan, ahamiyati borkan deb qarasanglar, ko'plab tarqitib qo'yinglar. Bo'libmi shu yangi to'y qilgan yoki yangidan ota-ona bo'lgan shu qarindoshlarniki foydalanish umid qilaman, chunki ota-onamiz yonimizda bo'lmaganligi uchun ba'zi jihatda ba'zi qiyinchiliklarga uchrab nima qilishimizni bilmay qilishimiz mumkin. Shunlashqa bularning bilishning o'zi kelgusi avlodlarimizningki sog'lom o'sib yetilishda belgilik ahamiyati bor deb qarayman. Oxirida hammanglarga yana bir qitim ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.